Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan HTML da birinchi dars kirish darslarimizni boshlab olamiz. Demak, bizga kirish darsimizdan boshlab olishim uchun men kompyuterimning xarakterini, ya'ni kompyuterim qanaqa tipda joylashganligi yoki shunga o'xshash qanaqa xususiyatli, kimizga qanaqa dasturiy programma kerak, shu haqida gaplashamiz. Demak, birinchi navbatda qiladigan ishimiz Windows R knopkasini bosish. Ya'ni Windows knopkacha va R. Shuni bossak, shu joyga keyin Control deb yozishimiz kerak bo'ladi. Control deb bosamizdan keyin Enter bosamiz. Bosganimizdan keyin bizga shunaqa oyna chiqishi mumkin. Bizga ruscha bo'ladimi, inglizcha bo'ladimi, eng tagida mana Install program yoki shunga o'xshash joyi chiqishi mumkin. Install programs bosamiz. Mana shu joyda mana bizda qanaqa ilovalarimiz bor. Mana Google'miz bor, Microsoft Excel'imiz bor yoki Office Studio, Remote yoki boshqa shunga o'xshash ilovalarimiz bor. Bu joyda agar sizda ukalaringiz yoki akalaringiz Visual Studio o'rnatilgan bo'lsa, ana shuni o'chirib qo'yamiz va qaytadan noldan o'rnatamiz bugun. Agar bor bo'lsa, men ham hali o'rnatganim yo'q sizlar uchun. Endi kompyuterning xarakterini ko'ramiz. Ya'ni qanaqa tipda, qanaqa holatda turishi uchun mana shu joyda MSINFO 32 deb yozamiz. Va Enter knopkasini bossak, bizga nima haqida chiqarib beradi. Masalan, Microsoft Windows 11 Pro mana type 64x64 type deb aytilyapti. Ryzen 5 balabattar shunga o'xshash xususiyatdagi tipimiz yoki mana operativkasi 16, nomlari, C disklari, hamma narsasi bor. Endi X chiqib ketamiz. Mana shu joydan ham chiqib ketamiz. Ko'rdiga o'chirishni bitta bosamiz, masalan, o'ng tugmani bosib yoki install qilishlar bo'ladi. Endi X qilamiz. Endi bizga Visual Studio kerak bo'ladi. Visual Studioni qanday tortamiz? O'zimizning akkauntimizga kiramiz, Chrome akkauntga. Shu joydan vs code download deb o'tamiz. Visual Studio kiramiz. Buni Visual Studio kirganimizdan keyin mana shu veb-saytni bizga yuklash veb-sayti bo'ladi. Kirib olamiz. Yoki shunday chiqishi mumkin, boshqacharoq chiqishi mumkin. Download degan joyini bosamiz. Bizda nimalarni so'raydi? Masalan, bizda macOS bo'lsa macOS, Linux bo'lsa Linux, Windows bo'lsa Windows. Masalan, ARM mana 64, X64 deyapti. Bizniki boya ham 64 deydi. Mana shu joydan Windows 10 yoki 11 ga bosamiz degan, bitta bossak, mana bizga kelib tushadi. Men lekin undan oldin yuklab bo'lganman, alohida 10 minut oldin yuklab bo'lganman sizlar uchun. Mana shuni papkasini ochsak ham bo'ladi, o'zidan ochsak ham bo'ladi, xohlasak boshqa narsadan ochsak ham bo'ladi. Mana shu Visual Studio'dan 2 marta bossak kiradi. 2 marta bosdim. Menga mana oyna chiqaryapti. Next knopkasi ishlamayapti, qarangizlar. Mana shu o'zining shartlar va qoidalarini o'qib chiqsalaringiz, o'qib chiqasiz va accept shu yuqoridagi tugmani bosamiz va next bosamiz. Mana shu joyga senga tushsinmi deyapti. Ha, tushsin deymiz. Next bosamiz. Start menuda shunaqa deyapti. Folder ochsinmi deyapti. Next bosamiz va shu joyda hammasini belgilaymiz. Ya'ni Detscope o'ynamdan menga mana shu joyda chiqarib ber degani. Boyaga xususiyat escape bosamiz. Visual Studioga qaytamiz. Mana shuni bosamiz, hammasini bitta qilamiz. Bitta. Keyin next bosamiz va install ham bosamiz. Bizda hammasi o'rnatiladi hozir. Ma'lum bir vaqt oladi. Ozroq kutamiz. Shu Visual Studio bilan bugun ishlaymiz. Ya'ni bizga kod muharriri. Mana launch deyapti, bizga hozir launch qilmaymiz. Finish deb bosamiz. Endi buni X qilamiz. X. Mana men o'ynam top-toza.
Men endi bu oynaga ochmayman. O'ng tugmani bosib, masalan, fayl ochib ketadi-ku odamlar. Yo'q, biz endi fayl ochmaymiz. Agar sizda, masalan o'rgatmoqchiman. Agar sizda faylingizda diskingiz bo'ladigan bo'lsa, u katta bo'ladigan bo'lsa, masalan 379 gigabayt bo'sh, ichida hech narsa yo'q. Faqat papkalar yoki loyihalar deb fayl ochib yoki shuni ishlab ketsangiz bo'ladi. Agar bitta C diskingiz bo'lsa, C diskda mana shu o'ng tugmani bosib, new qilib ketaverasiz. Bitta C diskingiz bo'lsa. Menda D disk ham mavjud bo'lgani uchun men ochaman. Ichiga kiraman, o'ng tugmani bosaman. Mana sichqonchamning o'ng. O'zlaringiz ham bilasizlar. Sichqoncham o'ng tugmasini bosamandagi new joyi bor. Yoki sozdат bo'ladi ustasiga. Shu joyda folder ochaman. Folder nomi nima deyman? Darslar online deyman. Darslar onlayn, chunki sizlar onlayn darslaringiz uchun men alohida papka ochdim. Va darslar alohida papka ochganim uchun men endi uning ichiga kiraman. Yoki mana shu papkani Visual Studio'ni ochishim kerak bo'ladi. O'ng tugmani bosib, Visual Studio'ni mana shunday show more options bo'lsa, Visual Studio'ni ochib ketsam bo'ladi. Menda mana shu рабочий oynada, рабочий stol oynasida shu joyda turishi kerak. Qanday qilaman? Men buni kopirovat qilaman. Ctrl S yoki mana shu joyda copy degan yoki Windows 11 bo'lsa copy bo'ladi. Yoki mana shu joyda copy ni bosaman. Va bitta oynaga chiqaman, o'ng tugmani bosaman. Mana shu joyda paste bo'ladi. Bu faqat faylni nusxalab qo'yadi. Bizga nima kerak bo'ladi? Show more options, paste, shortcut, ya'ni yo'llangan papka bo'ladi. Mana shu yo'llangan papkani keltiramiz. Mana eslab qoling. Mana shu yo'llangan papka bizga yo'naltiraveradi. Faqat uning ikonkasi chiqib bitta bo'lsa, shu papkaga kiramiz. Darslarning o'zi esa boshqacha bo'ladi. Mana shu joyda shortcut bo'lmaydi. Masalan, endi bunda bizda hozir view smart al bo'lib qolibdi. Buni men bu yoqroqqa qo'yaman. Ozroq chiroyli turish uchun. Mana shuni endi men o'ng tugmani olaman yoki men sichqonchani bosib turaman. Bosib turganimdan keyin Visual Studio'ning oldiga kelaman, qo'yaveraman. Qo'yaversam, menda avtomatik ochiladi. Mana D diskdan ochiladi. Shortcut link bo'lib qolibdi, ko'ryapsizlar. Buni ham iloji bor. Qanday ochish? Open folder deb bosamiz. Agar papka ochsangiz, shunday tez ochiladi. Tushunyapsiz? This is network, new volume, darslar onlaynga kiramiz. Select new folder qilamiz. Va ochilgandan keyin mana bizda avtomatik chat ochiladi. Do others in this folder. Buni Trustworld, buni ham ruxsat beramiz. Buni X qilamiz. Mana sizga shunaqa oyna ochiladi. Ko'ryapsiz-a? Sizga shunaqa oyna ochiladi. Ekranni kattartirish yoki kichikaytirishimiz uchun Ctrl + yoki minus bo'ladi. Tushunyapsizlar? Endi mana shu joydan mana shu joy papkalar bo'limi, papka, fayl, shunaqa joylar chiqish bo'limi deyiladi. Mana shu qidiruv bo'limi deyiladi. Mana shu git yoki lablar bilan ishlash bo'limi deyiladi. Mana shu debugging, ya'ni koddagi xatoliklar bilan ishlash deyiladi. Mana shu joyda extension degani bizga Visual Studio'miz, ya'ni ishlasak yordamchi vositalar, ya'ni yordamchi dasturlar kerak bo'ladi. Shu yordamchi dasturlarni hozir o'rnatamiz. Mana o'yimizda esa chat, local chat, green chat, mana shu akkaunt bo'ladi. Mana shu sozlamalar bo'ladi. Endi bizga boyaga nima kerak ekan? Extension. Ya'ni qo'shimcha sozlamalar kerak bo'ladi. Bizga shu joyda nima kerak bo'ladi? Asosiy live server degan extension kerak bo'ladi. Live server. Mana shuni birinchi o'ringa yuklab olamiz. Install qilamiz. Trust Publishing install. O'rnatilyapti. Okay. Keyin bizga live preview ham kerak bo'ladi. Bu kichkina mana shuncha loyiha qilsak, shunga kerak bo'ladi bizga. Install deb bosamiz bunga ham.
okey, bu o'rnatildi. Live serverimiz ham o'rnatilibdi. Endi kodlarimizni sal chiroyliroq qilib yuborish uchun bizga Beautiful Life degan extensionimiz kerak bo'ladi. B desak chiqadi. Beautiful Life. Buni ham o'rnatib olaman. Install Traveling Provision. Boyagida F1 da bossangiz shunaqa chiqadi deyapti. Bular haqida ko'proq ma'lumot bor, tanishib o'tasiz, hammasi bilan ko'rib o'tasiz. Endi bular ham yuklandi. Endi papkalarimizni ishlashimiz uchun file icons bor. File icons folder yo'q, folder icons dedik. Folder icons. Mana shu ham bizga kerak bo'ladi. Folder icons bizga bittasini kerak, bittasini yuklab olamiz. Chiroyli holatga keltirish mumkin. Chiroyli extension yuklab olamiz. Ko'pchilik o'ziga xohlagan extension yuklab olib, chiroyli holatda ishlaydi. Papkalarimizni ishlashimiz uchun, masalan, menga shu yoqdi. Install bosamiz. Folder bu material icons defensive viral tema tema bu qanaqa? Bu fonimizda ishlatilar ekan, fonimizga nisbatan mana xohlagan o'zimiz fonlarimiz bor ekan. Shunga o'xshash ishlatsak ham bo'lar ekan. Hammasini yuklab oladi. Mana xohlagan kontrastga qo'ysangiz ham bo'ladi deyapti. Yoki o'zingizning chiroyli xususiyatlaringizni qo'ysangiz ham bo'ladi deyapti. Bizga ikkita papka avtomatik yaratilib qolibdi. Buni o'chiramiz. Ko'ryapsizlar-a? Endi bu fonni qaytib o'zgartiramiz. Mana shu joyda mana settings bosamiz, tema bo'limini. Themes. Mana shu joyga qo'yamiz, color tema bor. Mana shuni Carbon Forest ga qo'yaylik. Shu deb qo'yib ko'ramiz. Temaga o'tamiz, color tema. Masalan, high contrast Vera okean. Mana shu chiroyliga o'xshayapti. Demak, mana shunday men tema qo'yib oldim. Okey, xo'p. Endi bugun sizlar bilan Visual Studio tortishni o'rgandik, tortib oldik, o'rnatishni ham ko'rdik. Endi sizlar bilan qanaqa darslikda o'tamiz? Men o'zim yaqin kunlarda yaratgan darsligim, ya'ni Hall of veb-sayt orqali o'tamiz. Hall of mana shu veb-sayt orqali sizlar kirasizlar. Bu hozirgi kunda 2-3 kun chiqarganimga o'zi bir hafta bo'ldi. Bir haftagacha, salkam bir hafta bo'ldi. Tekin qilganman. Undan keyin registratsiyalar qilaman. Registratsiya qilingandan keyin avtomatik kirib, ko'rib ishlataverasizlar. Obunasi bor. Oylik obunasi 20 ming so'm, lekin dizayn jihatdan, o'qish jihatdan hamma narsa ta'minlangan bo'ladi. Masalan, hallof.uz ga kiramiz. Mana web dasturchining dasturlashni noldan professional darajaga o'rganib, xudo xolisa, hamma darslarni chiqaraman. Front-end, back-end, machine learning, shunga o'xshash darslari ham. Sayt haqida ko'proq tanishib o'tasiz. Shu joyda hozirda boshlash degan joyimiz bor. Mana dokumentatsiyamizga xush kelibsiz. Mana shu joylarni ko'rib o'tamiz. Bizga birinchi kerak bo'ladigan narsa HTML kerak bo'ladi. HTML da bosamiz va kirish darsimizni ko'rib o'tamiz. Demak, mana shu joyda bizdagi olinayotgan video sahifa bo'ladi. Shu joyga qo'yiladi avtomatik. Mana shunday yuqori sifatli dizayn asosida yaratilgan. Endi bugun birinchi o'rinda siz bilan HTML nimaligini ko'rib o'tamiz. Ya'ni front-end. Front-end nima o'zi? Front-end bu veb-saytlarni, ya'ni UI qismi bo'ladi. Xuddi mashinani oladigan bo'lsak, mashinaning kuzovi, ko'rinish qismi bizga front-end desak, mashinaning motori, yurish-turishi bu back-end, ya'ni ichki qism. Bizga front-endda HTML degan bizda HTML, CSS, JavaScript asosiy texnologiyalarimiz bor ekan.
Demak, bu texnologiyalar bugun HTML dan boshlab ko'rib o'tamiz. Endi HTML nima? HTML bu Hypertext Markup Language, ya'ni gipermatnli belgilash tili. Ya'ni bu veb saytlarni yaratish uchun ishlatiladi. Ya'ni xuddi biz uy yaratyapmiz, uyning fundamenti deyiladi. Xuddi masalan misol qo'ysak, hayotiy misol, uyning fundamenti deb olsak bo'ladi. Ya'ni markup tili bu. HTML yordamida matnlar, rasmlar, videolar, havolalar, boshqa elementlar yoki shunga o'xshash sahifali, ya'ni yuqori sifatdagi veb saytlarni strukturasini yaratsak ham bo'lar ekan. Demak, real hayotda misol, masalan, HTML bino, uning asosiy tuzilmasi devorlar, xonalar, fundamenti, shunga o'xshash. Endi kimizda CSS bor. CSS bu dizayn, ranglar, bezaklar, mebel joylashuvi yoki shunga o'xshash. Shuni uyga qarasak, chiroyli ko'rinadi-ku. Endi veb saytimizga tashrif buyuradigan bo'lsak, bizda ham masalan boyagidek hal ofga o'xshab chiroyli turishi, bu bizda CSS deyiladi. JavaScript esa masalan uyimizda oladigan bo'lsak, uyimizdagi elektr jihozlar bo'ladi-ku, elektr bilan ishlaydigan yoki svetlar yonib o'chishi yoki eshiklar ochilib yopilishi. Mana shunga o'xshash bizda bu ham bir JavaScript ekan. Ya'ni veb saytimizda ko'pgina amallar, kirishlar bo'lsa yoki login sahifalar bo'lsa yoki shunga o'xshash dinamik o'zgaruvchilar qilish bu JavaScript ekan. Demak, endi biz nima uchun HTML o'rganishimiz kerak? Boshlang'ich pog'onida. Bizlar eng yuqori cho'qqiga yetishimiz uchun birinchi kirish sahifalardan boshlashimiz kerak bo'ladi. Masalan, ko'pchilikning matematikasi sust bo'lishi mumkin. Birdaniga bekatga kirib keta olmaydi. U bilan ancha ishlash kerak. Matematikasi bolalar bir ancha shug'ullansa, masalan 200 soat shug'ullansa, matematika bolalar 150 soat, 100 soat shug'ullanib tez bo'lib ketadi. Shunga o'xshash biz hali matematikani bilmaganimiz sababli yoki o'rtacha me'yor bo'lsa ham biz HTML dan boshlab to CSS, JavaScript, undan keyin React.js, Vue.js, AngularJS yoki TypeScript, backendga o'tib Python, Node.js bu ketadi. Shunaqa ketsak, real hayotda biz juda zo'r bo'lamiz. Xudo xohlasa, inshaalloh. Endi biz nima qilamiz? Biz xuddi birinchi, ikkinchi, uchinchi qavatga chiqqanday, masalan, birdaniga 8-qavatga chiqa olamizmi? Yo'q. Birdaniga 8-qavatga chiqa olmasak, birinchi qavatdan boshlashimiz kerak bo'ladi. Demak, nima uchun ishlatishimiz kerak? O'rganishimiz kerak. Buni hayotga tatbiq qilishimiz kerak. Bu internet asosi. Internetdagi barcha veb saytlar HTML da yozilgan. Google, Facebook, YouTube hammasi bilan HTML bilan boshlangan. Keyin universal. Bir marta yozasiz, hamma joyda ishlaydi. Telefon, planshet, kompyuter, hatto smartfonlarda ham. Keyin oson o'rganish. Masalan, hisob-kitob ko'proq emas, unda oson. Teglar yozasiz, tuzasiz, shunga o'xshash. Dasturlashda tajribasiz ham o'rganish mumkin. Faqat 1-2 hafta ichida o'z veb saytingizni yaratishingiz mumkin. Karyera imkoniyati. Web developer bo'lishning birinchi qadami o'rtacha maosh $50,000 dan $120,000 yiliga. Masalan, bu nima degani? Yiliga hisoblasak, ancha bo'ladi. Bu narsa bizga senior yoki middle dasturchi yoki junior bo'lsa ham juda yuqori topishimiz mumkin. Endi birinchi HTML sahifamiz qanaqa yozamiz ekan va qanaqa yaratamiz ekan? Keling, oddiy HTML sahifani yaratib ko'raylik. Har bir veb saytda asosi bo'ladi. Tushunyapsiz-a? Buni qanday qilamiz? Endi boyagi Visual Studio'mizga tashrif buyuramiz. Mana shu Visual Studio kod editorimizga, ya'ni kodlar yozardik-ku. Masalan, Word yozardik-ku. Shunga o'xshash kod editorda yozamiz. Mana shu joyda mana yangi bo'lim bor, yaratish bo'limi. Bu fayl yaratadi. Bunisi esa papka, ya'ni folder, papka yaratadi. Papkaning ichida fayllar turadi ko'proq. Mana shu joyda men papka yarataman. Nima papka? HTML yoki HTML dedim. HTML degan papka yaratdim. Enter bosaman. Bu papkaning ichida nimalar bo'ladi? Masalan, bu papkaning ichida boyagi HTML yozamiz. Endi HTML da qanday yozishimiz kerak? Bizga xohlagan nom yozsak bo'ladi. Birinchi dars, ikkinchi dars, uchinchi dars va hokazo. Biz oddiy yozamiz. Index
.html va enter. Mana bizda index.html deb yozdik va bizda kod yozishimiz uchun mana kursor ochib yonyapti. Mana shuni biz mana shu kodni nusxalab olib, mana shu joyga qo'ysak ham bo'ladi va hokazo o'zimiz chiqarsak ham bo'ladi. Shift 1 da bossak undov chiqadi yoki undovni chiqaradi. Enter bosadigan bo'lsak, mana shu bizning veb-saytimizning strukturasi chiqdi. Keyin eslab qoling, mana shu joyda mana bunaqa joy chiqib qolsa, mana ekraningizni ko'ryapsiz, oq. Bu nima degani? Saqlanib qilinmagan deyiladi. Mana shu tepaga chiqamizdan keyin file degan joyga kiramiz. Auto save degan joy bor. Auto save desak, avtomatik, masalan, bitta chiqsak, bittada saqlaydi. Bitta kirsak, bittada saqlaydi. O'zgarishiga qarab saqlayib ketaveradi. Endi biz mana shu veb-saytni yaratib o'tamiz. Endi tanishamiz. Birinchidagi doctype html nima? Mana shu doctype html bu veb-saytning brauzer 5, ya'ni brauzerga HTML 5-versiyadaligini aytib turadi. Bu HTML 5-versiya deb kodimizda ham shunaqa chiqarib turadi. Tushunyapsizmi? Keyingisi HTML. Mana shu HTML bitta bosadigan bo'lsak, mana shu narsalarning ichidagi va o'rab turuvchi narsa ichida o'rab turibdi-da hozir bular. Mana shu narsa o'rab turibdi. Enter bosamizdan keyin bularni qo'yamiz. Bu HTML ekan. HTML qanday ishlaydi ekan? Bu bizga asosiy hujjatni o'rab turadi. Barcha boshqa elementlar ichida ham bo'ladi. Ya'ni barcha elementlar ichida bo'ladi. Masalan, head bu bizning xuddi bosh qism. Endi buni odamga tenglaydigan bo'lsak, bu doctype odamning ismi desak bo'ladi. HTML esa bu odamning tanasi. Mana shu head bor-ku, mana shu head. Bu head odamning bosh qismi deyiladi. Bosh qism. Bosh qismida turli xil informatsiyalar bo'ladi, yodga olish bo'ladi yoki ishlatish bo'ladi, shunga o'xshash boshimiz bo'ladi. Ko'zimiz bo'ladi harakatlanuvchi. Body esa tanamiz bo'ladi. Tushunyapsizmi? Bodyimizning hamma joyi kirish mumkin. Body deganimizga hamma joyi kirish mumkin. Qo'lim, miyam, bo'ynam, yuragim va hokazo. Mana shu joyda meta UTF-8 tushunyapsizmi? Bu bizga ishtimizning protokollari ko'rib turamiz. Bunisi esa bizda responsive web dizaynda pixellar birma-bir joylashish uchun ishlatiladi. Title'imiz esa dokumentatsiyamiz, bu bizning mana shu joyda sarlavhamiz. Mana hall of dokumentatsiya deb turibdi-ku. Mana shunga o'xshash joyimiz. Masalan, men shunga endi o'zgartiraman. Mening birinchi web saytim deb o'zgartiraman. Endi shuning natijasini qanday ko'rsak bo'ladi? Natijani ko'rishim uchun men o'ng tugmani bosaman. Open with live server. Open with live server. Shuni bosaman. Mana endi mendan so'rayapti, nimada ochsin deyapti. Google da ochsinmi, bunda ochsinmi deyapti. Meni Google da ochsin deymiz. Always qilamiz. Allow qilamiz. Mana bizda mening birinchi web saytim deb chiqadi. Agarda sizda masalan mana shu brauzerda yoki boshqa Yandexlarda ochib qolsa, nima qilamiz? Sozlamalarga kiramiz, settings. Mana shu joyga home ga o'tamiz. Apps degan joyga o'tamiz. Default apps yoki shunga o'tamiz. Mana shu joyda Chrome Google Chrome topamiz. Mana shu joyda men HTML larni hammasini biz Google ga o'tkazib chiqamiz. Setting default. Google ga o'tkazib chiqamiz. Tushunyapsizmi? PDF larni o'tkazamiz, tarzlarni ham nima kelsa o'tkazib chiqamiz. Mana endi hammasini bemalol ochaverasiz. Keyin hech qayerga set default ham qilmaymiz, shunday chiqib ketamiz. Mana ko'rdingmi, ishlayapti. Endi bizda mana shu joyda yozuvlar bor edi. Nima deyapti? Endi amaliy mashqimizni ko'rib o'tamiz.
Endi o'zingiz sinab ko'ring. Quyidagi qadamlarni bajaring. Kompyuteringizning yangi papka yarating. Mening saytim Notepad yoki Visual Studio foydalanuvching yuqoridagi kodni nusxalab faylga joylashtiring. Faylni index.html ni nomlang. Index.html deb. Bu index.html o'zi nima uchun nomlanadi? Index bizga veb saytimizni ertaga tanib olish uchun eng kerakli so'zi birliklari. HTML bu nima? Fayl nima turi haqida aytiladi. Keyin faylni brauzerda oching. Demak, boyagi kontentni joylashtiramiz. Mana shu narsani mana shu joyda joylashtiramiz. Mana qarangizlar, mana shunaqa kod buzilib ketsa yoki mana shunday buzilib ketsa borku kodimiz. Nima qilamiz? F1 da bosamiz. Shift va F1 yoki FM bilan F1. Shu joyda Beautiful Life degan xususiyat bor. Beautiful Life bitta bosib olsak, mana bizda veb saytimiz chiroyli tarzga o'tadi. Tushunyapsiz-a? Endi ko'rib o'tadigan bo'lsak, mana salom dunyo. Endi veb saytimizga qaytadigan bo'lsak, veb saytimizga mana Alt bilan tabda bosib qaytyapman. Buni chiqaman. Veb saytimizga qaytadigan bo'lsak, mana salom dunyo degan yozuvimiz chiqdi. Bu mening birinchi HTML sahifam deb chiqdi. Men veb dasturchi bo'lyapman degan yozuv chiqdi. Malades. Mana shunday ko'ramiz. Endi sizlarga bu narsani tushuntirib beraman. Element va tag haqida. Masalan, bitta qarangizlar, elementlar bor-da. H1, H2, H3 keyingi darsda ko'rib o'tamiz. Masalan, H1 da o'ylaylik. H1 deymizda enter bosamiz, chiqadi. Mana shu, mana bu ochiluvchi tag deyiladi, bunisi yopiluvchi tag deyiladi. Undan keyin bitta H1 yozamiz, buning ichiga element deb yozamiz. Element deb yozamiz. Qarang, tag bilan elementning farqi. Mana shu, mana ichida hech narsasi yo'q. Bu tag. Mana shu ichidagi bir so'z yoki content bor narsa, hattoki bitta nuqta ham bor narsa, bu tag deyiladi. Tushunyapsiz-a? Bu element, bu tag. Bu element, bu tag. Mana endi kommentariy olishni ham ko'rsataman. Kommentariy olishimiz uchun bizga Ctrl, Ctrl va /blue tayoqchasi. Bitta bosadigan bo'lsak, chiqadi. Yoki mana shunaqa bizda so'roq minus bosib ketadi. Kommentariy. Buni kommentariy degani brauzer o'qimaydi degani. Ya'ni veb saytimizda ishlashda xalaqit bermaydi hech qachon. Nima deymiz bu joyda? Tag deyman. Bundan keyingisini element deyman. Mana shu kod editorimiz kichkina bo'lsa, Ctrl plus ni bosamiz, kattaradi. Bularni sal kichraytirib qo'yaman. Mana shundan keyin bunisi element. Ko'rdingmi? Endi buni veb saytimizda qaytib o'tadigan bo'lsak, element mana tag chiqqan yo'q, lekin element chiqyapti. Mana shu ko'rib o'tamiz. Endi bizga ko'rdingmi? Bu oddiy veb sayt yaratdik. Mana HTML bu birinchi veb saytimiz bo'ldi. Juda ham chiroyli bo'ldi yoki shunga o'xshash veb saytlarni xudo xolasa qilib ko'ramiz hali. Endi bizning topshirig'imiz bor. Darsdagi topshirig'imiz nima? O'zingiz haqingizda sahifa yozing. Yuqoridagi HTML shablonidan foydalanib o'zingiz haqingizda veb sayt yarating. Masalan, title ga ismingizni yozing. Masalan, ismimizni yozamiz. Jasurjon masalan menga H1 da o'zingizni tanishtiring. H1 da o'zingizni tanishtiring. Men Palachi Pusachi shunaqa. Uchinchisi, paragrafda ismingizni, yoshingizni, qiziqishingiz haqida yozib qoldiring. Topshiriq 2. Sevimli taomingiz. Sevimli taomingiz haqida HTML sahifasini yarating. Taom nomini sarlavha qiling. Taom haqida 2-3 ta paragraf yozing. Nima uchun yoqtirishingizni tushuntiring. Uchinchisi, xatoni toping. Bizda xatomi? Xato. Mana shu joyda yopuvchi elementimiz yo'q. Bularni ko'rib o'tamiz. Ismingizni yozing deyapti title ga. Masalan, Jasurjon. Demak, Jasurjon deb yozdik. H1 dan o'zingizni tanishtiring. Nima deyman mana shu joyga? Men Jasurjon Temirov deb yozaman.
Mana. Keyin qarangizlar, sal qiyinroq bo'lyapti. U yoqdan ochish, bu yoqdan ochish. Mana shu joyda live forever degan narsa bor. Shuni ochib qo'yamiz. Bizga bu kerak bo'ladi. Buni bitta yopamiz, bo'ldi. Ko'rdingizmi? Endi 3 ta paragrafda ismingizni, yoshingizni, qiziqishlaringizni yozing. Bularni endi komment o'chirib qo'yaman. Kerak emas menga hozirchalik. Bitta paragraf yozaman. Beautiful life qilaman. Chiroyli holatga keltiradi. Nima deyapti? 3 ta paragrafga ismingiz, yoshingiz, qiziqishlaringiz haqida yozing. Jasurjon 20 buni bitamiz. Buni bitib yuboramiz. Yo'q, adashibman. Nima deyman? Men dasturlashga qiziqaman. Qiziqaman deb yozdim. Mana birinchi topshirig'imiz bo'ldi. Ikkinchi topshirig'imiz sevimli taomingiz. Sevimli taomingiz haqida yozdim. Taom nomini sarlavha. O, zo'r. Demak, qarangiz, undan keyin xr degan tugmamiz bor. Xr degan elementimiz enter bosadigan bo'lsak, chiziq tortib beradi. Undan keyin yana yozamiz. H1 ga masalan xonim. Xonim ko'pchilik biladi bu taomni. Ikkinchisi paragraf P degan yoritamiz. Xonim juda mazali bo'lib yegan sari yeging keladi. Undan keyin bizda endi taom haqida paragraf nima uchun yoqtirishingizni tushuntiring. Chunki bu taom mazali. Masalan, yozib qo'ying. Endi 3-topshirig'imizda bizda xato bor ekan. Xatomiz HTML butun, xo'p, yopuvchisi, ochuvchisi butun. Head butun, title'imizning yopuvchisi yo'q. Copyright qilamiz. Mana shu joyda yozib turaman, lekin o'zi yozmasligimiz kerak. Mana. Title'imizning yopuvchisi yo'q. Title'ni yopamiz. Bunga ham yopamiz. Mana bizda sahifamiz to'g'ri bo'ldi. Buni kommentarga olib qo'yaman. Ana endi sizlarga uyga vazifa bo'ladi. Portfolio veb-saytini yarating. O'zingiz birinchi portfolio sahifasini yarating. Quyidagilar qo'shing. Ism, familiya, masalan, H1 da. Buni hammasini o'zi yozilgan. Qanday nima haqidaligini hammasini yozasiz. Bonusini kod o'qish mashqi, internetda mashhur saytlarning HTML kodini ko'ring, brauzer istalgan saytni oching. Masalan, qo'shimcha resurslar bor. Bu nima? Modern Web Doc, WSQL bor, masalan Free Code Community bor, HTML validator bor. Mana shu joyni bossak, bizga kiradi. Nimalar haqida ko'rishimiz, masalan WSQL ham bor, bepul manba. Lekin ko'pchilik ingliz tilini ko'pchilik yaxshi tushunmaydi. Mana shuning uchun bizda veb-saytimiz bor. HTML veb-saytdan foydalanasizlar, hamma veb darslar xudo xolasa chiqadi. Bunda reaktlar hali yo'q. JavaScriptda juda ko'p darslarimiz bor, tanishib chiqasizlar. Uyga vazifani qilasizlar va yaxshi chiqadi degan umiddaman. Hammaga sog', omonlik bo'lsin, ishga rivoj bo'lsin, uyga vazifalarni va o'rganishda har doim davom eting.